Qara gapim men. Somsasan deb. Somsani. Menga aytganingizni u sizga aytyapman. Og'ir bo'lyaptimi? Og'riq bormi? Somsa deydi, boshqa nima deydi? Jalab deydi unda. Qayerda ko'rdingiz jarabligimni? Siz jalab emassizmi? Yo'q. Unda bu boshqa sordor-ku unda jalab. Ya. Tilidan. Olasizmi, olmaysizmi? Shu qizni tilidan shunday narsalar chiqyaptimi? Olasizmi storiesni? Yozasanmi ustimdan? Olasizmi, olmaysizmi? Ustimdan yozasanmi demoqchiman. Olasizmi? Men senga savol beryapman, javobini eshita keyin senga javob beraman. Yo'q, siz men joyimda, men haqida storieslar solmasangiz, men siz haqida gapirmayman ham. Men haqimda nima deb gapirishing mumkin? Men senga yomonlik qildimmi? Men sizga yomonlik qildimmi? Nima yomonlik qildim men sizga? Men senga kecha ham yozdim sizga, yozdim. Men daxoya yozgan yozuvlaringni ko'rib turib javob bermadim. Nima uchun? Bilmadim. Javobingiz yo'qdir. Arzon monetaga. Men betingga gapiraman mana. Men seni betingga gapiraman. Arzon moneta demak. Arzon monetaga arzon. Hech kim. Yesini sotib ketgan? Shunaqami? Sen ketgan fohishasan, tamom. Dalil bering. Dalilchi. Dalili meni istorisimda turibdi. Daxoya insonga jonim, asalim, ashkim, sevaman deb hech qanday yozishim. Mening hozir atnashiyim yo'q, Sardor. Siz men bilan atnashiyim bo'lishidan qat'iy nazar, men sen bilan gaplashmay qo'yganimdan beri bironta qizga mehr berganim yo'q. Fohish. Voy, qo'sh aynay. Qo'sh, kunde mehr berib yursin o'zing, kunde. Qo'yasan. Хорошо? Sizdingdek qanchaman videolaringiz kelib turmaganda, qanchasini ko'rib aytdim. Men bir storiesga savatgan yo'qmi sizda? Menga qara, senga yomonlik. Samayman Sardor sizda. Qara, shoshma gapim men. Senga yomonligim yo'q. Meni ham yomonligim yo'q. Любой paytda men senga yaxshilik tilaganman. Endi olishim. Senga bitta gap gapiraman. O'ng quloqing bilan chap quloqing bilan eshit. Eshitmayman. O'zingni maqsading, o'zingni qanaqadir taqdiringni, o'zingni hayot yo'lingda yasha. O'zingni nimadir maqsading uchun mendan foydalanma, somsa. Qanaqa foydalanish? Siz emasmi? Biz urushgandan beri siz emasmi meni tema qilib yurgan Sardor? Bir nima men chin yurakdan, chin aqlimni berib qo'ygan darajada men seni yaxshi ko'rgan edim. Sardor, bu yerda unaqa o'tirib yolg'on gaplarni menga aytmang iltimos. 500 odamning ko'zicha o'tirib yolg'on gaplarni do'stlar, bitta narsa qaranglar, shoshmanglar. Xalqdan so'raymiz. Necha marta kimdirlar bilan o'tgan istoriyalari haqida, o'tgan hayot haqida qanaqadir videolar chiqqan holatida ham urushib qolmaganimizcha gapirmaganman. U videolarni men davna oldin ko'rganman. Bitta qaysi go'rdagi bitta haromini lechkada yozib gostiga olib chiqib, meni efirda bo'lmagan paytimda orqamdan so'ktirgan gapi uchun bu dunyo bu qizni men kechirmayman. U fayt biz urushgan edik. Shuning uchun u mening gostima qo'shildi. Men nima deb urushgan edik? Men seni so'ktirdim. Biz urushib qolgan edik. Sardor, siz hammasini bilasiz. Bu yerda o'tirib yolg'on odamlarga yolg'on axborot kerakmas bu yerda aytish. Toshkentdan ketganingdan keyin 3 kun men senga qayerdasan? Hali joning yaxshimi? Uyga yetib bordingmi deb yozdim. Hech narsa chiqqanda javob yozmading, o'qiding, javob yozmading. Yozmadim. Nimaga hammasini bilasiz Sardor? Qarasam 2 kundan keyin begona yigitlar bilan mashinani ichida raqsga tushib yurgan videoing chiqdi. U burungi videolar. Siz burungi sening videolaringni deb aytgansiz. Burungi degani oldingi deganimi? Oldingi videoda sen bitta bola bilan qo'lingga nikoh uzuk taqib, quchoqlab, qorningni ushlab homiladorman deb qilgan videoingni ko'rdim. Oldin homilador bo'lgansan,
o'sha bola bilan sevishgansan, qanday qilib men bilan sevishishga hadding so'q? Ha, Sardor. Jalab sensan, tushundingmi? Yolg'on xabar aytishni O'zim bilan ko'rgan gapimni gapiryapman, somsa. Yo'q, sen somsasan, tushundingmi? Sen Biza ko'rgan multik borki, biza ko'rgan sen o'sha qancha somsani ko'rgansan? Hamma qizni somsa deb o'ylaysan, tushundingmi? Yoki biza bilan ko'rishib bitta joyda u qizdan asar qolmagan. Bu g'irt, shayton, g'irt. Sen shayton, sen jalab. Mana, ana. Eshityapsan, hozir o'zim o'ldirib qo'ygim kelyapti bu gaplarni eshitgandan keyin, tushunyapsan? O'ltirma o'zingni. Hali meni ko'p yomonlaysan. O'ltirma o'zingni, Sardor, hozir, xo'pmi? Hali ko'p yomonlash kerak. O'ltik, yana Qozog'istonga boraman, bu safar yaxshi. Bu safar yomon maqsadda boraman. Seni hech kim kutmaydi endi, tushundingmi? Priyama uyingga kirib boraman. Uyimni bilmaysan. Uyingni yaxshi bilaman. Borib, boshqa qizlarga borib, bu gaplarni ayt, xo'pmi? Somsa deysizmi, boshqa deysizmi? Bo'ldi, seni somsa demayman, seni pirashka deyman. Sen o'zing somsasan, pirashkasan. Sansiraymay gapir, tiling zo'rib olaman, Sputnik. Ko'rmaganni ko'rgani qursin. Yana nima? Ko'rmaganni ko'rgani qursin. Yana nima deysan, ayt. Senga gapirayotgan hech qanday yomonlik yoki senga yomonligim yo'q. Prosta seni ko'rsam kulgim keladi. Kulging kelsa, storiesni olib tashla. Nima bo'ladi olmasam? Olib tashlang, bo'ldi. Men sizga Nima bo'ladi soldimmi? Bir stories hozir men solyapmanmi siz haqida? Ayting menga shuni. Sen bitta qilgan qilig'ing uchun men bir oy afsus, nadomat chekdim. Bir oy o'zimga kelolmadim. Yolg'on. Siz o'zingizni akkauntingiz ketgani uchun kela olmadingiz. Men shuni emas. Akkauntim kim uchun ketdi? Siz o'zingiz nima shartdan o'ynab yurdingiz? Ketmay nima? Men sen bilan so'kishayotgan paytim, sen bilan gaplashgan kunim ketdi akkauntim. Endi nima? Yana ketgingiz kelyaptimi? Shuning uchun men sizga aytyapman, olib tashlang, bo'ldi. Men siz haqida hech nima solib yurganda yo'qman. Sizni Meni so'kmayman. Meni so'ksam bu iflosni so'kmayman. Voy, rag'ini kim so'kdi? Chunki yaxshi ko'raman bu iflosni. Harom bo'lsa ham. Jana kim so'kdi? Onangni sikay deb kim so'kdi? Astag'firulloh. Onangni kenginglar siksin deb kim so'kdi? Bismillahirrohmanirrohim. Allohim o'zing sabr ber. So'kinmang, yaxshi qiz, so'kinmang. Astag'firulloh. Sizdan o'rgandim, hamma so'kishni bilasizmi? Hamma so'kishni men bunaqa o'zbekchada bilmaydim edim. Hammasini sizdan o'rgandim. Siz o'rgatdingiz menga. Men senga yomonlikni o'rgatganim yo'q-ku, Pultik. Yomonlikni ham o'rgatdingiz. Kibr bo'l, gaplashma hech kim bilan, kibr bo'l dedingiz. Kibr bo'lib yuribman hozir. Balo bo'lib yuribsan, yana kibr bo'lib yuribsan. Kibr bo'lib yuribman, kibr. Kunda sovg'a urganlarni lichkasiga. Yo'q. Sen davay, qani ko'rsat menga lichkasiga deb aytavermang menga, tushundingizmi? Restoramga qo'yilgan Pultigim. Hammasi bilan gaplashaman. Nima qilasiz? Onangnikiga tiqaman. Onangnikiga seni tiqaman. Tushundingmi? Qozog'istonga kel, men seni tiqaman. Kel. Endi ko'rasiz. Men kulmayman, shuni aytib sizga. Multik, Qozog'istondan uyingdan sudrab chiqaveraman. Qozog'istonga kelayotganda oyog'ingni sug'urib olaman. Qozog'istonga kirgizmaydi-da-ku sizni. Qozog'istonga kirgizmaydi? Ha, kirgizmaydi. Qayerga olib
Don osonlikcha taslim bo'layotgan anoyilardan emas. Malikam. Biz uzoq yo'lga chiqqanmiz. Bu yo'lning yo'qotishlaridan biri cho'kkan kemalardan, teshilgan gulchalardan biri sensan. Qattiq dushman sensan bilasanmi? Qattiq dushmaning Qattiq yaqin dushmanim sensan. Boshqalari menga farqi yo'q, lekin sen mening dushmanimsan. Birinchi dushmanim. meni dushmanim bu dunyoda yashamaydi, men yashatmayman. Men seni Sizning men seni boshingizdagi shoshingizdan dushmanlaringiz ko'p bilasizmi? Uniki bilaman. Endi Men dushman hisoblayotgan inson bu dunyoda yashamaydi. Sen dushmanim emassan. sizning hamma dushmanlaringiz yashab yurku. Qayerda yashayotganidan xabar olgin. Dushmanlaringiz Meni dushmanlarim qayerda yashayotganidan xabar olgin. Usti teshik kulbada yashashyapti. Sizning dushmanlaringiz orqasida biz ham urushdik-ku. Meni dushmanlarim kulbaya vayronada. Dushmanlaringiz tugamayincha siz shuni yuraverasiz. Savol Yo'q. Bitta savol. Siz ham meni so'kdingiz-ku? Hammasi eshitdi. Onajoningni pingvinlar siksin deb aytdingiz. Ужас. Еще so'kmadim seni deydi. Barobar bo'pti. Birinchi sen so'kding, ikkinchi qaytarib men so'kdim. Xolajoningni muzlarda ustiga sirpantirib yuribsizkaman. Xolajoningizga pingvinlarni siktiraman. Voy bolasi deyapsiz. Yana ayting. Ammajoningni oq ayiqlar siksin. Katta xolangni oq ayiqlar siksin. Ishonmaysan Joker. Xuddi o'zim bo'lgan, yoki men tarbiyamda bo'lgan. Efirga kirib, 10-15 minut sekretchadan tomosha qilib turaman. Efirda xuddi o'zim nima qilsam o'shan qaytarib qilib o'tiradi. Montek, Olasizmi endi? men yaxshi ko'rasanmi yo'qmi? Jitirza odamning ko'ziga shunaqa surayapsizmi? Butun dunyo oshing halol bo'lsa, ko'chada ye. O'qishdan keyin So'kishib yaqin bo'lgan insonlar bir umrlik qiyomatli bo'ladi. Yaxshi ko'rasanmi yo'qmi? olasizmi yo'qmi? Menga qarab ish tutamiz. Men savolimga javob ber. Yuragingdan gapir. Qo'riq tildan, tovondan, oshqozondan, buyrakdan gapirma, yuragingdan gapir. Men sizni so'kdim-ku. Mayli. Yuragingdan gapir. Nima? Savol berdim. Men sizni so'kdim. Endi yaxshi so'z qanaqa aytaman? Ha yoki yo'q.
Olasizmi yo'qmi? Shunga qarab aytaman. Yaxshi ko'rasanmi? Men haqida video-ku. Men senga savol berdim. 3-marta qaytaryapman. Sen meni yaxshi ko'rasanmi yoki yo'qmi? Nimaga unaqa savol? Yuragingni eshitmoqchiman. Yuragim hozir yumush yashamayapti. Nima yo'qmi? Sardor aka, Hop. может chiqib gaplashamiz, может. Mana shu yerda bitta eshitmoqchiman. Nima uchun? Odam eshitmoqchiman. Yuragingni gapir. Yo'qman sizga. Chiqib gaplashish uchun boshqa men hozir askartaman. Qasoskorlarni 5-filmini olyapmiz. Pingvinlar yandasizmi? Yo'q, askarta. Odin otamni oldidaman. Qasoskorlar 5 filmini olyapmiz. Og'zingdan bitta so'z eshitmoqchiman. Oxirgi savolim, boshqa savol bermayman. Yaxshi ko'rasanmi yoki yo'q? Siz mana shuncha odamni oldida hozir shunaqa savol berib turibsiz. Hop. Nima uchun odamlarni oldida so'rayapsiz deymanda shunaqa savollarni? Oshing halol bo'lsa ko'chada ye. Birovdan yashirayotgan siram, birovdan qo'rqayotgan gunohim yo'q. Bunaqa gaplar emasda, просто siz tushunyapsizda. Hech kimdan qo'rqayotgan joyim yo'q. Yaxshi ko'rasanmi yo'qmi shuni ayt. Men sizga qo'rqyapsan deganim yo'q. Sen ham qo'rqma, gapir. Men hech kimdan qo'rqmayman, lekin men o'zimning hayotim haqida birovga aytish, birovning o'zicha aytish, haqimdagi hayotim, seni hayotingdan o'zimga bo'layotgan o'zim haqimdagi savolni beryapman. Senga birov haqida savol bermayapman, o'zim haqimda beryapman. Yaxshi ko'rasanmi yo'qmi? Alo. Au. Yo'qmi? Yo'qmi, yaxshi ko'rmaysan? So'kasizmi hozir yana? Yo'q, hech qanday so'kmayman. Siz menga hech qachon so'kmayman deb aytgansiz. Bilasizmi? Sen meni 6 oy oldin siz shunaqa aytgansiz menga. Sen meni so'kib kirganing uchun Yo'q. 6 oy oldin menga hech qachon so'kmayman degan Sardor aka necha hamma turini menga o'rgatdingiz bilasizmi? Men seni Yo'q, siz hozir o'rgatyapsiz menga pingvinlar bir nima? O qayiqlar deb. Bu vingning deb. Amma joningni to'linglar siksin yaxshi ko'rasanmi yo'qmi? Xolajoningni pingvinlar siksin hozir aytmayman bu yerda, yo'qmi? Voy, nima dedi? David tog'a. Kedering, och qoling, ovqat. Voy, bilan. O'zini sizga shayton yelayapti-ku. Nima qilsak bular bilan? Buni otib tashlash kerak bilan. Unaqa o'zi kichkina lekin butun dunyoni buzadi gapirayotgan gaplar.
Lekin boki, yaxshi ko'raman desa, pashol naqi demoqchi edim. Kut bo'lay so'kmoqchi edim. Lekin boki, yaxshi ish qilmadi, yomon so'kdi meni bilan. Umraga borib kelgan odam ham shunday so'kadi. Biz aka g'ayrat kazzobmiz.